Asosiy shikoyatlari bellaridan va o'tirganda og'rishidan shikoyat qilib, bu gap S1 nuqta deydi. Ya'ni dumg'azani boshlanish nuqtasi va dum qismlarida, dumg'aza qismlarida ezilishdan, ya'ni o'tirgan pallada og'rishidan shikoyat qilib, kifoz, ya'ni oldinga sal engashish, holatlari mavjud edi va undan tashqari skolioz holati, skoliozni birinchi bosqichlari, ya'ni qiyshaysh, umurtqa qiyshayishini birinchi bosqich tashxisini qo'yganmiz. Umumlashtirib davo. Akajon, o'zgarishlar necha foizga yaxshi? O'zgarishlar 99% zo'r. Qiyshayib o'tirmaslikni, holatlarga moslashib qoladi odam va grija holatlar rivojlanib qolishi mumkin. Aytgan muolajalarimni amalga oshirib turilsa, grijadan uzoqroq yuradilar, osteoxondrozdan uzoqroq yuradilar, og'riqsiz, mehnat qobiliyatlari pasaymaydi. Montaj emas, haqiqiy tanadan chiqayotgan ovozlar. Hurmatli obunachilar, hammaning kelishini tavsiya qilamiz. Juda zo'r ekan o'zgarishlar. 99% ga zo'r xudo xohlasa. Yaxshi, kelishini tavsiya qilamiz hammaning. Ishonchoqlaydigan muolajalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bemorimiz asosiy shikoyatlari bellaridan va o'tirganda og'rishidan shikoyat qilib kelganlar. Va ya'ni belni dumg'aza qismi, ya'ni L4-L5 tugab S1 nuqta deydi. Ya'ni dumg'azani boshlanish nuqtasi va dum qismlarida, dumg'aza qismlarida ezilishdan, ya'ni o'tirgan pallada og'rishidan shikoyat qilib kelganlar. Bularga undan tashqari tashxis, qo'shimcha tashxis bo'lgan bularda kifoz, ya'ni oldinga sal engashish holatlari mavjud edi va undan tashqari skolioz holati, skoliozni birinchi bosqichlari, ya'ni qiyshaysh, umurtqa qiyshayishini birinchi bosqichlari tashxisini qo'yganmiz. Hop, mana bugun muolajalarni 7-kuni bu kishiga manual terapiya uslublarini qo'lladik, kineziterapiya uslublarini, точечный massaj uslublarini va fizioterapevtik muolajalardan ultrazvuk, elektroforez va boshqa qo'shimcha muolajalarni umumlashtirib davoladik. Ana bugun 7-kunlari. Akajon, o'zgarishlar necha foizga yaxshi? O'zgarishlar 99% zo'r. 99% zo'r. Yaxshi, mana 7 kunda shunchalik o'zgarish. Endi bunaqa kasalliklarga tavsiya qilamiz. Akamiz ham videolarini ko'radilar. YouTube'dan kuzatib bizga kelganlar. O'zlariga ham tavsiyamiz. Ko'p bir nuqtada ko'p o'tirmaslikni tavsiya qilamiz. Undan tashqari stolda o'tirganda qiyshayib o'tirmaslikni tavsiya qilamiz. Doimiy ravishda bir xil holatda o'tirish hisobiga umurtqalar o'sha soddaroq tushuntirganda qolipiga tushib qoladi. O'sha qiyshaysh holatlariga moslashib qoladi odam. Va natijada osteoxondroz va grija holatlari ham shu qiyshaysh hisobiga, qiyshayib o'tirish hisobiga ham rivojlanib qolishi mumkin. Undan tashqari ko'proq sport bilan shug'ullanishlarini tavsiya qilamiz. Ya'ni gimnastika o'sha boshdan boshlab oyoq uchigacha barcha bo'g'imlarni ishlatadigan gimnastikalar bor. Buni video oxirida qo'yib qo'yaman. Shu uslublarni qo'llab turish kerak, mashqlarni va yilda bir marta shu aytgan muolajalarimni amalga oshirib turilsa, grijadan uzoqroq yuradilar, osteoxondrozdan uzoqroq yuradilar, og'riqsiz yashashga erishadilar va undan tashqari mehnat qobiliyatlari pasaymaydi. Hozir men bu kishiga kineziterapiya uslublari va manual terapiya uslublarini qilib qo'yaman. Bundan oldin hozir точечный massaj oldilar va fizioterapevtik muolaja, elektroforez, ultrazvuklarni qabul qildilar. Hop. Akajon, oyog'ingizni mana shunday tortasiz o'zingizga. 1 2 3 4 uzating. O'zini ham torting. 1 torting, 2 torting, 3 torting, 4
qirsillab ham ketyapti. Sezyapsizmi? Oyog'ingizni buklang. Bu oyog'ingizni ham buklang. Ikki yonga suring. Mana shu holatlarda umurtqadagi barcha mushak tizimlari faollashadi. Ya'ni ishga tushadi. O'rtaga torting endi. 1 2 3. Mana endi tortamiz mana. Bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Uzating. Bo'sh qo'ying. Hop. Endi bu tomonga yonchalab yoting. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Chiqaring. Osmon qaradi. Bu qirsillatishlar montaj emas, haqiqiy tanadan chiqayotgan ovozlar. Ba'zilar buni montaj qilingan deb o'ylashadi. Ana akamiz o'zlari kuzatyaptilar. Qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Yaxshi. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, Havana kelishini tavsiya qilamiz. Juda zo'r ekan, o'zgarishlar 99% ga zo'r xudo xohlasa. Yaxshi kelishini tavsiya qilamiz Havana. Ishonchoqlaydigan muolajalar.